Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Demak, proдлена cho'zildi. 11:26 prezident qarori bilan 30-aprelgacha edi. Endi 10-sentyabr 2025-yilgacha dokumentsizlar yurganlar bemalol dokument qilishi mumkin. Butun Rossiya bo'yicha bu qonun o'ynaydi. Nima deydi, annulyut patent bo'lganlar, отказ olganlar, ularni tekshirib ko'rish kerak. Masalan, 1 yilga отказ olgan bo'lsanglar, 1 yildan keyin ola olasizlar. Amnistiyaning sizlarga aloqasi yo'q. Annulyut patent degan narsada ham patentni srogini tekshirib ko'rish kerak. Yana ba'zida действительно turgan bo'lsagina ola olasizlar. Действительно turmagan bo'lsa ola olmaysizlar. Hammani ham gapiga ishonavermanglar. İşlemoqchi bo'lsanglar, professionallar bilan ishlanglar. Dokument qilmoqchi bo'lsanglar, Sankt-Peterburg shahrida, Lenoblast, Sankt-Peterburg bo'yicha, boshqa shaharlarda patent va boshqa dokumentlar bo'yicha dushanbadan jumagacha Maysenko 30 adresiga kelsanglar bo'ladi. Telefon raqami 8964 611 10 raqami kelib, 10-sentyabr 2025-yilgacha cho'zdirib bemalol dokumentli bo'lsanglar bo'ladi. Xizmatinglarda kamina.